Assalomu alaykum va rahmatulloh. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa, tikki tahlilini davom ettiramiz kelgan joyidan. Sizlar bilan o'sha yangi materiallardan 2026-yil yangi chiqarilgan materiallardan Topiq 2 tikki tahlilini boshlagan edik. Xudo xolasa bugun 9-savoldan 12-savolgacha qanaqa yetish kerak, qanaqa yondashuv kerak, qanaqa topiladi, mana shular bilan birgalikda o'sha har doimgi davom etayotgan testimizni tahlilini davom etib qo'yamiz. Xo'p, bismillah boshlasak bo'ladi. Savolimiz o'zi qanaqa savol? Nima shartdan iborat? Kelinglar, savolni bir ko'rib chiqishdan boshlaymiz. 다음을 듣고 여자가 요소할 행동으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Ya'ni, kelasi savolni eshitib, aynan yoja deyapti. Aynan yojani, ayol kishini ulanib ketadigan harakati, ya'ni suhbat tugaydi, mantiqiy ravishda shu suhbat tugagandan keyin ayol kishi birinchi bo'lib qiladigan ishi nima? Aynan shuni suhbatni eshitish jarayonida bilib olishimiz kerak va shundan kelib chiqib biz variantlardan solishtirib to'g'ri javobni belgilashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz 4 dan 8 gacha ko'rib o'tgan edik. Mantiqiy ketma-ketlikda davomini topishimiz kerak edi. Xuddi shu savol turiga o'xshab ketadi, ozgina boshqacharoq. Bunisida faqat yojanikini topishimiz kerak va o'zi hint berib ketadigan joylari bo'ladi. Masalan, ayol kishi va erkak kishini rollari har xil bo'ladi. Har xil tikkida har xil keladi. Ya'ni ba'zan ayol yordamchi rolida, erkak boshliq rolida, ba'zan erkak sotuvchi rolida, ba'zan o'rtoq rolida, ba'zan shifokor rolida, har xil rolda keladi. Shunga qarab turib, ayol kishi ham o'ziga yarasha roli bo'ladi. O'sha vaziyatni tasavvur qilib turib eshitadigan bo'lsak, topishimiz osonlashadi va o'zi yordam berib ketadigan joylari bor. Erkak kishi boshliq bo'ladigan bo'lsa aytadi: "Mana shuni qiling, man buni qilib qo'yaman" deb aytadi ba'zan, a. Shunaqa holatda "Mana uni qiling" deyaptimi, suhbat tugaganda "Ne haligi simda" deydi. Ba'zan rozi bo'ladi. "Ha, bo'ldi, qilib qo'yaman" deydi. Ba'zan hech narsa demaydi. Shu holatda ham suhbat tugagandan keyin baribir erkak kishi aytgan ish harakatini birinchi qiladi. Shundan bilib olsak bo'ladi. Yoki ayol kishi o'zi aytadi: "Mana uni qilib turasizmi? Man mana shuni qilib qo'yaman" deydi. Ya'ni erkak kishiga "Siz mana shuni qiling, man mana shuni qilaman" deydi. Masalan, siz idish-tovoqlarni yuving, man olaylik cho'ngsoq qilaman, tozalayman deb aytadi. Shunda cho'ngsoq qilish variantini tanlasangiz bo'ladi. Chunki ayol kishi suhbat tugagandan keyin birinchi bo'lib tozalaydi, cho'ngsoq qiladi. Erkak kishi idish-tovoq yuvar ekan. Xuddi shu ko'rinishda bo'linishi mumkin. Erkak kishi aytishi mumkin: "Mana shuni qilib turasizmi?" yoki "Mana shuni qiling" deydi. "Man mana shuni qilib qo'yaman" deydi. Va mana shulardan eng katta bilib olsak bo'ladi, birinchi bo'lib yoja nima qiladi. Hozir mana testimizda ham chiqadi. Bu jarayonda ham yana ham yaxshiroq tushunib boramiz. Nazariyaga ko'proq kirmagan ma'qul. Xo'p, kelinglar bo'lmasa tahlilni boshlaymiz. Bismillah. A, Har doim biz tikkini sal yaqinlashtirib olaylik. Tikka yechayotganimizda variantlarni biz oldinroq o'qib olishga fokus qaratishimiz kerak. Birinchi variantlarni yaxshilab o'qib tarjima qilib oladigan bo'lsak, keyin eshitadigan bo'lsak, javob topish foizimiz oshib ketadi. Shuning uchun birinchi tarjima qilishga harakat qilinglar. Tez o'qish qobiliyatini ozgina rivojlantirib qo'yinglar. Xo'p, boshlayman. Bismillah. 9-savolda Yo'p samushire tanyovunda. Yonidagi samushil ishxonaga borib keladi, ofisga borib keladi. 전화해서 고장 신고를 한다. Xo'p, telefon qilib buzilganlik haqida xabar beradi. Shingo degani xabar berish degani. Bu yoqda endi buzilganligi haqida telefon qilib servis markaziga xabar beradi yoki militsiyaga xabar berish bo'lishi mumkin. Ko'p tarqalgan joylarda shingo qilaman deydi-yu, xabar beraman, ya'ni militsiyaga xabar berish ma'nosida ham keladi. Okey. Keyingisida 다른 사무실에서 복사를 한다. Boshqa ofisdan nusxa qiladi. Bo'lsa, nusxa qilish, biror bir hujjatlarni. Xo'p, keyingisi 서류에 대해 전화로 문의한다. 서류 degani dokument, hujjat. Munihada degani muropoda so'zini rasmiyroq holati, ya'ni so'ramoq degani. Ya'ni hujjatlar haqida telefon orqali so'raydi. Mana shu so'zlarni yodlab qo'ysak bo'ldi, agar bilmaydigan bo'lsangiz. Endi matnli holatiga o'tamiz. Matnli holatida nima deyilyapti? Birinchi yoja suhbatni boshlayotgan ekan, e'tibor beramiz. 복사기가 안 되네요. 고장 난 건가요? 예,
aaa, nusxa qilish apparati ishlamayapti, buzilganmikin desa, namja reaksiya bildiryapti. 그래요. 방금 전까지는 문제 없이 잘 되는데요. 방금 degani hozirgina degani. Hozirgina. Chon degani bilamiz oldin. Ya'ni hozir 1 minut oldingachayam muammosiz ishlayotgandi degan gap aytyapti va yoja muhim gap aytyapti. 제가 서비스 센터에 전화해 볼 테니까 이 소리 좀 옆 사무실에서 복사해 주시겠어요? Man servis markazi, 서비스 센터. Servis markaziga telefon qilib ko'raman. Shuning uchun siz bu hujjatlarni iltimos yonimizdagi samushilda, ya'ni yonimizdagi ofisda nusxa qilib turasizmi deb aytyapti. Ya'ni ayol kishi "Man telefon qilaman, siz mana shu hujjatlarni yonimizdagi ofisdan qilib turasizmi, nusxa qilib turasizmi" deb aytyapti. Ya'ni ayol telefon qilar ekan, erkak kishi nusxa qilar ekan. "Ne, tanyogismnida." Bo'ldi, gap yo'q, borib kelaman deb aytyapti erkak kishi. Ya'ni "Man bo'ldim, nusxa qilib turaman" deb aytyapti. Xo'p, xuddi shu holatni hisobga olgan holda variantlarga o'tsak bo'ladi. Birinchi savol variantimizni o'z-o'zidan chiqarib tashlasak bo'ladi. Ya'ni yonidagi samushilga borib keladi. Yonidagi ofisga kim borib keladi? Bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, erkak kishi. Erkak kishi aytdi-ku, "Borib kelasizmi?" desa, "Bo'ldi, borib kelaman" deyapti. Shuni evaziga bir bizda chiqib ketdi. 3 ni ko'radigan bo'lsak, yonidagi ofisdan nusxa qiladi. Nusxani ham erkak kishi qilar ekan. Mana shu 9 dan 12 gacha erkak kishi bilan ayol kishi qiladigan ish-harakatlarini chalkashtirib berib qo'yadi. Chalkashib ketmasligimiz kerak. Biz erkak kishinikini chiqaramiz, har doim ayol kishinikini tanlaymiz. Bu yoqda birinchisi erkak kishiniki bo'ldi, shuning uchun chiqardim va uchinchisi ham erkak kishiniki bo'lyapti. Ya'ni boshqa ofisdan nusxa qiladi. Buni ham nusxa qilib berasizmi desa, "Ha, borib kelaman" dedi-yu, ham boradi nusxa qiladigan joyga, ham nusxa qiladi, erkak kishiniki. Shuning uchun 1 bilan 3 chiqib ketdi. Va to'r. To'r ham chiqib ketadi. Hujjatlar haqida telefon orqali so'raydi. Telefon orqali so'rashi to'g'ri. Faqat u servis markaziga telefon qilib so'raydi. Hujjat haqida so'ramaydi. Nimadir buzilganmi yoki tuzatib berasizlarmi, olib ketasizlarmi, olib borib beraymi? Buzilgan poksagi nusxa qilish apparati shu haqida so'raydi. Shuning uchun bizda to'g'ri javob 2 bo'ladi. Telefon qiladi va buzilganligi haqida xabar beradi servis markaziga. Ular aytadi keyin nimadir deb, ha? Okay. 9 mana shu holatda yechdik. 10 ga o'tsak bo'ladi. Variantlarini tarjima qilishdan boshlayman. Xo'p, bismillah. 동물병원에 간다, ya'ni hayvonlar shifoxonasiga boradi. 강아지를 치료한다. Hop, bu yoqda bilmasangiz yodlab qo'ying. 치료하다 degani davolamoq. Ya'ni kuchukchani davolaydi. 동물병원을 예약한다. Hayvonlar shifoxonasini band qiladi, oldindan band qilib qo'yadi joyini. Borib, navbatini ya'ni band qilib qo'yadi. 강아지에게 밥을 준다. Kuchukka ovqat beradi. Aha, hammasini tarjima qilib oldim. Endi siz tikkida eshitib turib qolayotgan bo'lishingiz kerak, ya'ni oldin eshitgan bo'lsangiz yaxshigina foyda olasiz. Va bu tahlillarni albatta testni yechib bo'lgandan keyin ko'rishingizni tavsiya qilaman. Davom etamiz. Yoja. 여보, 아침에 강아지 밥을 줬어요? ya'ni azizam, yobo degani azizam degani. Azizam, ertalab kuchukchaga ovqat berdingizmi deyapti. 네, 밥을 줬는데 먹지 않네요. 어디가 아픈 것 같더라고요. Ha, ovqat bergandim, yemayapti. Qayerdir og'riyotganga o'xshaydi desa, yoza reaksiya bildiryapti. 그래요? shunaqami? 제가 병원에 데리고 가봐야겠네요. Man shifoxonaga terida degani o'zi bilan birga olmoq. Terigo kada holatda keladi yoki terigo oda holatida keladi. Ya'ni terigo kada o'zi bilan birga olib bormoq, terigo oda bo'lsa o'zi bilan birga olib kelmoq. Hayvonlarga yoki odamlarga nisbatan keladi. Masalan, do'stingni o'zing bilan birga olib kel. Ertaga do'stingni ham o'zing bilan birga olib bor yoki olib boraman va hokazo. Odamlar yoki hayvonlarga nisbatan ishlatsak bo'ladi. Man shifoxonaga olib borishim kerak ekan, deyapti. Ya'ni kuchukchani aytyapti, ovqat yemayotgan ekan. Ne, krom 제가 동물병원을 예약해 놓을게요. Ha, unaqada man hayvonlar shifoxonasini band qilib qo'yaman, deyapti. Ya'ni sizga joy band qilib qo'yaman, olib boradigan bo'lsangiz deb turib ayoliga aytyapti. Xo'p, shunga qarab ko'rdiki, naqalar rollar har xil. Erkak kishi band qilar ekan, ayol kishi olib borar ekan, ovqat bergan ham erkak kishi ekan. Mana shu holatdan chiqarib tashlaymiz. Nimalarni erkak kishi qildi? Erkak kishi qilganini yoki qiladiganini sirazi chiqarib tashlaymiz. Faqat ayol kishinikini qoldirishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, 3 ni srazi chiqarsak bo'lar ekan bu joyda. Ya'ni, yeyak qiladi. Joyini band qilib qo'yadi. Joyni aytdik-ku bu yoqda. "Men band qilib qo'yaman" degan ma'noda aytdi. Band qilib qo'yaman deb erkak kishi aytdi. Shuning uchun 3ni chiqarib tashlay oldim. 4ni ham chiqarib tashlayman. Kuchukchaga ovqat beradi. Ovqatni ham eridan so'radi. "Ovqat berdingizmi?" dedi. "Ha, ertalab ovqat beruvdim, yemayapti, qayerdir og'riyotganga o'xshaydi" dedi. Shuning uchun buni ham chiqarib tashlay oldim. 1 bilan 2 qolyapti. 2ni ham chiqarib tashlayman. Anaqa kuchukchani davolaydi deyapti. Kuchukchani o'zi davolay olmaydi. Ya'ni hayvonlar shifoxonasiga olib boradi. Va shunaqa deb aytdi-ku, hayvonlar shifoxonasiga olib borishim kerak ekan desa, unda men band qilib qo'yaman dedi-da, eri shunaqa dedi. To'g'ri javob 1 bo'lyapti 10 ga. 11 ga o'tamiz. Xo'p. 11. Bismillah. Variantlarni tarjima qilishdan boshlayman. Chigabil kajigo unda. Hamyonini o'zi bilan birga olib keladi. Endi e'tibor beringlar o'rtoqlar. Xo'p, tepada chiqqan edi terigo kada yoki terigo oda deb aytdim. Bu maragida ko'p ishlatiladi. Shuning uchun hozir men alohida aytib o'tib ketyapman. Terigo kada, terigo oda odamlarga nisbatan yoki hayvonlarga nisbatan. Mana kajigo oda yoki kajigo kada olib bormoq yoki olib ketmoq, olib kelmoq yoki olib bormoq. Bu narsa buyumlarga nisbatan, hamma narsaga nisbatan ishlasangiz bo'ladi, narsalarga nisbatan va joyiga kelganda ko'rib ketaylik. Hop, kakko ka masalan. Masalan aytaylik. Aha, okey. Mana shuni o'zi. Hop, kajidani qisqartmasi katta so'zi ham bor. Ya'ni bu maragida ko'proq ishlatiladi. Kakkoka, kakkowa deydi masalan. Piga ultenika usan kakkoka masalan yomg'ir yog'adi. Shuning uchun zuntikni o'zing bilan birga olib ket. Zuntik soyabon narsa, to'g'rimi? Shuning uchun kajida qisqartmasi katta holatida ham ishlatiladi. Ikkalovini ishlatiladi gapirishda. Shuning uchun bilib qo'ysak, zarar yo'q, xudo xolasa. Hop, hamyonni o'zi bilan birga olib keladi. Birinchi variant tarjima qildim. Ikkinchisi, to salmulgonil ko'rinda. Yana sotib oladigan buyumlarini tanlaydi. Uchinchisida, katta sangpomil kajovunda. O'xshash bo'lgan buyumlarni, mahsulotlarni o'zi bilan birga olib keladi. Tarim mulgondirin kesananda. Boshqa buyumlarni hisob-kitob qiladi. Kesan qilar ekan. Ayolnikini topishim kerak, erkaknikini sira-sirasi chiqarib tashlaymiz, bilamiz. Xo'p, bismillah. Namja gap boshlayotgan ekan va qarasak, sonnim deb boshlayapti, ya'ni mijoz deb boshlayapti. Shuni o'zidan biz sirazi tasavvur qilsak bo'ladi. Erkak kishi sotuvchi rolida sonnim deb ayolga murojaat qilyapti. Demak, ayol mijoz rolida kelar ekan. 이건 원 플러스 원 상품인데요. 진열대에서 하나 더 가지고 오시겠어요? Bu 1+1 dot, ya'ni 1+1 dot aksiya aytyapti. Bitta sotsangiz, ya'ni bitta qo'shib beradigan aksiyalar bor-ku. Koreyada yashaydiganlar juda yaxshi biladi. Deyarli hamma narsada bor. Piyonijomlarda 1+1, 2+1 mana shunaqa holatda. Xo'p, ya'ni mahsulot aytyapti. Bu 1+1 mahsulot deyapti. Chinyolte degani vitrina deymizmi? Narsalar taxlab qo'yiladigan joy bor-ku. Nima deymiz uni yana? Vitrina deymizmi? Narsalar taxlab qo'yiladigan joyni, buyumlar taxlab qo'yiladigan joy bor-ku, turadigan narsalar taxlab qo'yiladigan joy. Shuni chinyolte deydi. Rasta deymizmi o'zbek tilida? Rasta. Shu rastadan bitta yana olib kelasizmi deyapti. Ya'ni qo'lida bitta turibdi. Bu 1+1. Yana bitta mana shundan olib kelasizmi borib rastadan deyapti. 그래요. 너무 좋네요. shunaqami? Juda zo'r bo'ldi-yu deyapti. 가져오시는 동안 저는 나머지 것들을 계산하고 있을게요. olib kelgunizcha degan ma'noda aytyapti. olib kelgunizcha, namoji degani qolgani. Qolgan narsalarni kesan qilib turaman, ya'ni hisob-kitob qilib turaman deyapti. Ne algesimnida? Bo'ldi, tushundim deyapti. Va kesanni namja qilar ekan. Shuni bilib oldik, bo'ldi. Bu yoqqa variantlarga o'tsak bo'ladi. Xo'p, to'rni sirazi chiqarib tashlasam bo'lar ekan. Ya'ni men kesan qilib turaman, hisob-kitob qilib turaman, siz borib olib keling, yana 1+1 deb erkak sotuvchi aytdi, to'g'rimi? Kesanni ayol kishi qilmaydi. Men faqat ayol kishini suhbat tugagandan keyin birinchi qiladigan ishini topishim kerak. Bu yoqda erkak kishi kesan qilib turaman dedi. Shuning uchun to'rni sirazi chiqarib tashlay oldim. Va birni ham chiqarib tashlasam bo'lar ekan.
a, hamyonini olib keladi. Hamyon olib kelish haqida suhbatda umuman gap ketmadi, to'g'rimi? Erkak kishi ham siz hamyoningizni olib keling demadi, ayol kishi ham olib kelaman demadi. Umuman hamyon haqida gap ketmadi. Birni chiqarib tashlay olaman. 2 bilan 3 qolyapti. To'g'ri javob bizda 3 bo'ladi. O'xshash, bir xil degan ma'noda qattin bir xil bo'lgan mahsulotni o'zi bilan olib keladi. Ya'ni 1 + 1 ku. Tepasida chalg'ib ketgan bo'lishinglar mumkin. Yana sotib oladigan buyum olib keladi. Yo'q, yana sotib oladigan buyum boshqa buyum olib keladi degan ma'noda. Boshqa buyum olib kelmaydi, bir xil narsa olib keladi. Masalan, o'chirg'ich sotib olgan bo'lsa, o'chirg'ich 1 + 1 yana o'chirg'ich olib keladi. Unga qalam qo'shib berilmaydi. Shuning uchun 2 ni chiqarib tashlay oldim. To'g'ri javob bizda 3 bo'lyapti. Va oxirgi savolga o'tamiz. 12-savol. Variantlarni tahlil qilishdan oldin albatta tarjima qilib olamiz. Tarin o'sil ibopunda. Birinchisida boshqa kiyimni kiyib ko'radi. Tarin o'tkage tanyo'nda. Boshqa kiyim do'koniga borib keladi. Tarin sega inninji munixanda. Boshqa rangi borligini so'raydi. Munixadani tepada ko'rdiga. So'ramoq bo'lib chiqdi. 2 marta, menimcha 3 marta qaytarilyapti. Alohida yozmasangiz ham 2-3 marta mana shunaqa testlar jarayonida qaytarilsa, o'zi esingizda qolib ketadi. Boshqa rangi borligini so'raydi. Tarin dizayni o'sil salpyoponda. Ya'ni boshqa dizayndagi kiyimlar borligini qarab ko'radi. Salpida yoki salpyopoda holatida keladi bu so'z. Bilmasangiz yodlab qo'ying. Qaramoq, sinchiklab qaramoq degan ma'noda. Kiril konnoltenen, Chviril salpigo konnoya hamda. Yo'lni kesib o'tayotgan paytda Chviril salpigo, ya'ni yaqin atrofi o'ngga chapga qarab turib o'tamiz yo'lni. Chviril salpigo yoki Chviril salpyopogo. Atrofi sinchiklab ko'zdan tekshirib, konnoya hamda kesib o'tish kerak, yo'ldan o'tish kerak. Mana shunaqa holatda. Xo'p, variantlarni tarjima qilib oldik, tahliliga o'tsak bo'ladi. Namja suhbatda boshlar ekan. "이 옷 어때요? 잘 어울리지 않아요? Bu kiyim qanaqa? Yaxshi yarashmayaptimi? Menga mos emasmi?" degan ma'noda so'rayotgan ekan. "Dizaynen 예쁜데 색상이 좀 어두운 것 같아요." Dizayni chiroyli-yu, lekin rangi biroz odubda degan so'z kelyapti. Odubda degani qorong'u degan. Qorong'u. Biroz qorong'iga o'xshaydi. Ya'ni dizayni chiroyli ekanu, qanaqadir bir yorqin emas rangi degan ma'noda aytyapti. Krom tarin segin ninji murabulkayo. Unda boshqa rangi borligini bir so'rab ko'raymi, deyapti. Yoja ha dedi. Ya'ni so'rab ko'raymi desa, ha. So'rab ko'r degan ma'noda ha dedi. Rozilik berdi, so'rab ko'raymi deganiga va o'zi nima ish qilishini bu yoqda aytib o'tyapti. Men mana shuni qilib turaman degan ma'noda. Chonin tarin o'tda cho'm salpyobolkayo. Men boshqa kiyimlarni ham ozgina qarab turaman, qarab ko'raman, deyapti. Okay. Xo'p, tarjima qilib oldik. Variantlarga qarasak bo'ladi. Kiyimni kiyib ko'radi, boshqa kiyimni kiyib ko'radi. Namja ham kiyib ko'raman demadi, ayol ham kiyib ko'raman demadi, yoja ham. Shuning uchun buni sirazi chiqarib tashlayman. Ikkinchini ham sirazi chiqarsak bo'ladi. Bu haqida ham suhbatda umuman gap ketmadi, to'g'rimi? Ya'ni boshqa do'konga borib kelamiz, bu yoqda yo'q ekan demadi. O'zidan prosta boshqa rangi borligini qarab ko'ramiz deb erkak kishi aytdi, ayol kishi dizaynlariga men qarab ko'raman boshqa yana bormikan deb. Xo'p, uchinchisida boshqa rangi borligini so'raydi. Munixadani kim qilaman dedi, erkak kishi qilaman dedi. Men so'rab ko'raymi desa, ha dedi. Shuning uchun uch ham erkak kishini harakati bo'lganligi uchun chiqib ketdi. Biz yojanikini topishimiz kerak edi. Va to'g'ri javob yojaniki 4 qolyapti. Boshqa dizayn kiyimlarni qarab ko'radi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Men shuni qilib turaman deb turib ayol kishini o'zi aytib ketyapti. Shuning uchun 12 ga biz to'g'rini oldik. Mana shu holatda 9 dan 12 gacha bo'lgan savollarni biz ko'rib chiqdik. Qisqacha xulosa qilib qo'yadigan bo'lsak, 9 dan 12 gacha yechayotganingizda faqat ayol kishini suhbat tugagandan keyin mantiqiy ravishda qaysi ish harakatini birinchi bo'lib qilishini tanlashingiz kerak bo'ladi va suhbatga yaxshilab e'tibor berib tursangiz, bildirib qo'yadi. Men qilaman deydi yoki qil deydi erkak kishi. Shu harakatni variantlardan izlashga tushsangiz bo'ladi va erkak kishi men qilaman yoki qildim yoki ayol kishi siz qiling degan erkak kishi qiladigan harakatlar yoki allaqachon qilib bo'lgan harakatlarni variantlardan chiqarib tashlaysiz. Faqat ayol kishinikini topish kerak bo'lganligi uchun. Shu holatda ozgina tez o'qish
qobiliyatiga ishlab turib, testlarni yechadigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa, 9 dan 12gacha umuman xato qilmasdan yechsangiz bo'ladi. Boshidagi testlar juda ham oson bo'lganligi uchun xato qilmasdan yechishga harakat qiling va albatta tahlil jarayonida bilmaydigan so'zlaringiz bo'lsa yodlab qo'ysangiz, kelasi testlarda hammasi qaytariladigan so'zlar. Shuning uchun lug'at bazasini ham oshirib borish kerak. Hop, bo'lmasa bugungi darsimizni mana shu yerda yakunlaymiz. Kelasi Xudo xohlasa savol turlarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Kelasi darslarda nima deydi? Kelasi darslar chiqqanda bexabar qolib ketmaslik uchun albatta YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Foydasi tegayotgan bo'lsa bitta like bosib, izohlarda o'zingizni fikringizni yozib kelsangiz juda ham xursand bo'laman. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum.